ko'pchilik hozirgi kunda tashqariga chiqib pul topgani chiqishadi-yu chet ellarga. Xoh Rossiya bo'lsin, xoh Yevropa bo'lsin. Shularga agar savol bersangizda, mana pul topasan, nima qilasan pulingni deb savol bersangiz, 95% birinchi mashina olaman yoki bo'lmasam uyimni remont qilaman deb aytishadi. To'g'rimi? Bu narsa noto'g'riligini ular tushunmaydi-da, ularda xayolida faqatgina uyni remont qilib, uyini chiroyli qilish yoki bo'lmasam tayda minib yurgan mashinasi bilan maqtanish bo'lib qoladi. Ularda maqsad shu bo'lib qoladi. Aslida topilgan pulni shunday joyga sarflash kerakki, ana shu sarflagan puli sizga qaytib keladigan joyga sarflash kerak. Bu olingan mashinalar, qilingan remontlar, ular hammasi passiv narsalar, hammasi o'sha sizga qaytib kelmaydigan narsalar. Ular sizdan pul talab qiladigan joyga yana sarflayapsiz. Yillab topgan pulingizni yana sizdan pul so'raydigan joyga sarflayapsiz deganida bu. Shu bilan bir xil narsa. To'g'rimi?